18 yoshingda o'ylab olsang nimalar bo'ladi? Bu yoshda ximiring ham yo'ligi uchun to'yini uydagilar qilib beradi. Lekin tez qaraysan, o'rtoqlaring endi 18 yosh, sen bo'lsang soch to'kilayotgan, qorin qo'ygan kichkina mujikchasan. Yaxshi tomoni bo'lsa mahalladagi yosh katta akalarni borib mazgisini qotirasan. Ha, brat, mo'ylab o'tiribsizmi? O'ylansangiz boshqacha bo'ladi. To'y qolay. Ana 2006-yil uylangan bola-yu. Hamma joyda seni tema qilishadi. Ana qaranglar, yangi kuyovchi kelyapti. Oy, sen yangi uylangan, doskaga chiq. Uyquga to'ymaganda. Zo'r hazil qildi. Uylanish qalay bo'lar ekan? Shu savolni bermagan odam qolmaydi. Bolang bor, ko'p katta bo'lasan, lekin hali ham oyingdan pul so'raysan. Oyi, kelinizni shikalatingiz ketdi-da. Pul beraymi shunga? Yo, nonga chiqarib yuboring, sizdan sizga shikalat olaman. 1 yil o'tib bolang bo'ladi. Yana o'sha 30 yoshli akalarning oldiga borib mazgisini qotirasan. Aka o'ylansangiz mana bunaqa shirin bolangiz bo'ladi. Bola ham bo'lmasa kerak bu odamlar. Ishloring. Zato o'rtoqlaring o'zini eplolmay yurgan paytda sen o'zingni ham, xotiningni ham, bolangni ham eplolmasdan yurasan. Shu detskiga qatdan ham dedim. Ha? Hech narsa. To'xta, o'zi sen nimamicha erta uylanib olding? Xullas, menda reja bor. Umrimni oxirigacha ishlamasdan o'tishim mumkin. Qanaqa reja? 40 yoshgacha otam boqadi. 40 dan keyin bolam katta bo'lib qoladi, bolam boqadi. To'rim Boburjon o'zim aylam.